Assalomu alaykum hammaga. Demak, matematikadan 6 fevral kuni olingan diagnostik test ikkinchi variant yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshladik. Birinchisi, ushbu tenglamaning haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping deyapti. Demak, tenglamamizda modul qatnashyapti. Buni qanday ishlaymiz? Birinchi holat, o'sha modulni musbat yoki manfiyligini tekshirishimiz kerakda. O'sha holat bo'yicha ishlaymiz-da. Ya'ni x minus 1 manfiy son ham bo'lishi mumkin, x minus 1 musbat son ham bo'lishi mumkin. X minus 1 katta 0 deb ishlaylik qani. Tengligini ololmayman, chunki mahrajda ham kelyapti bu. X katta ekan 1. X minus 1 0 dan katta holat uchun, demak x kvadrat minus x ko'paytirilgan x minus 1 0 dan katta desak musbat holatida o'zi chiqadi bu. Taqsim x minus 1 minus 6 teng 0. X kvadrat minus qisqaradi. X qoladi minus 6 teng 0. Ildizlarini topamiz. Qo'shsak 1, ko'paytirsak minus 6 ekan ildizlari. Demak 3 bilan necha bo'ladi? Minus 2 bo'ladimi? Bizda x katta bo'lsin deyapti 1 dan. Ya'ni x minus 1 musbat holatida x ni 1 dan katta deyapti. Demak minus 2 yechim bo'la olmaydi. Hozircha 3 yechim ekan. Ikkinchi holat. X minus 1 ni manfiy deymiz. X kichik 1 dan. Shunda x kvadrat minus x ko'paytirilgan x minus 1 manfiy bo'lsa, modul qanday ochiladi? Minus x minus 1 bo'ladimi? Taqsim x minus 1 minus 6 teng 0. X kvadrat minus bular qisqaradi. Minusi bunga ta'sir qilsa plus x bo'lar ekan, minus 6 teng 0. Yana ildizlarini topamiz. Qo'shsak minus 1 ekan, ko'paytirsak minus 6 ekan. Demak bu minus 3 bilan necha bo'ladi? 2 mi endi? 1 dan kichkinasi kerak ekan. 2 yechim qilib olinmaydi. Demak ikkinchi ildizi minus 3 ekan. Tenglamaning haqiqiy ildizlar ko'paytmasini toping deyapti. 3 bilan qaysi bo'ldi? Minus 3 mi? Minus 9 ga teng ekan. 1 A javob. Ikkinchi misol. Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping deyapti. Xo'p. Mana bu ikkalasidan x kvadratni chiqarsak, x plus necha qoladi? 2 mi? Bu ikkalasidan minus 9 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, x plus 2 qolyapti, teng 0. Umumiy ikkalasidan endi x plus 2 ni chiqaramiz. Qavsdan tashqariga minus 9 qolar ekan, teng 0. Ko'paytmasi 0 bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchini 0 ga tenglaymiz. X necha bo'ladi bu yerda? Minus 2. X kvadrat teng 9, x teng bo'lar ekan plus minus 3 ga. Tenglamaning ildizlar yig'indisini toping deyapti. Demak, minus 2 ga qo'shamiz 3 ni, qo'shamiz minus 3 ni. Nechaga teng bo'lar ekan ildizlar yig'indisi? Minus 2 ga. 2 C javob. Uchinchi misol. X shunga teng bo'lsa, mana buni hisoblang deyapti. Xo'p, ildiz osti x minus 3 minus buni yozaman x minus 12 ni x minus 3 minus 9 deb yozsak bo'ladimi? Minus 12. Bu ildiz osti x minus 3 plus 3 qo'shilgan 1. Ildiz osti x minus 3 minus mana bu ildiz osti x minus 3 ni ildiz osti x minus 3 ning kvadrati deb yozamiz. 9 ni esa 3 ning kvadrati deymiz. Taqsim ildiz osti x minus 3 plus 3. Xo'p. Endi nimaga teng bo'ladi? Ildiz osti x minus 3 minus mana buni ko'paytuvchiga ajratamiz. Ildiz osti x minus 3 minus 3 u keyin ildiz osti x minus 3 plus 3 bo'ladimi? Taqsim mahraj ildiz osti x minus 3 plus 3 ekan. Plus 1. Xo'p, bular qisqaradi. Nima qoldi? Ildiz osti x minus 3 keyin
minus bu yerda esa minus mana bu ta'sir qiladi. Bu qavsga minus ta'sir qilsa minus ildiz osti x minus 3 plus nechi bo'ladi keyin 3 mi? Minus bor ta'sir qilsa davomida plus 1 bor. Bular 0. Demak 4 ga teng bo'lar ekan. 3 D javob. Uchinchi misolda mana buni qayerda ishlatdik desa, ildiz osti 29 ni mana x ning joyiga ildiz osti 29 ni qo'ygan vaqtimiz bu 3 dan kattada. Agar 3 dan kichkina bo'lganda bu yerga biz ildiz osti 3 minus x deb yozgan bo'lar edik. To'rtinchi misol. Ushbu kvadrat funksiyaning grafikidan foydalanib x1 plus x2 va d ni 0 bilan taqqoslang degan. Xo'p, x1 x2 berilgan funksiyaning nollari deyapti. Endi chizma bo'yicha ishlaymiz. Chizma bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, parabola absissalar o'qini 2 marta kesib o'tyapti. Bu degani diskriminant 0 dan katta degani. Demak, A javob chiqib ketadi bizdan, D javob chiqib ketadi. Ana endi B bilan C qoldi. Ikkalasida diskriminant katta 0 ekan va ildizlarining yig'indisi x1 qo'shilgan x2. x2 miz misol uchun mana buni 2 desam, endi buning simmetrigi mana bu yerda bo'ladi 2 bo'lib, minus 2 bo'ladi-da. Demak bu ildiz qandaydir minus 4 mi, minus 5 mi nimadir bo'lishi mumkin-da. Bu degani o'sha minus 4 ga 2 ni qo'shsak, bu qanaqa son degani manfiymi? Shuning uchun ildizlarining yig'indisi qanaqa son bo'lar ekan? Manfiy. Chunki x1 chapga ko'proq o'tganda, endi grafik bo'yicha yozadigan bo'lsak, chunki rasm bo'yicha eshityapti-da. Shunda yig'indisi manfiy bo'lar ekan. 4 B javob. 5-misol. Ushbu ayirmadan katta bo'ladigan n ning barcha qiymatlarini toping deyapti. Aytyapti 2n plus 4 taqsim 3 katta bo'lar ekan n minus 2 taqsim 2 minus 6 minus 2n taqsim 6 dan. Mahraj berib, mahrajini tashlab yuboraylik. Demak, bunga 2, bunga 3, bungachi 1 mi? 4n plus 8 katta 3n minus 6. Minus 6 plus 2n. Hop, 4n plus 8 katta 5n minus 12. O'ng tomonga o'tsin. 5n minus 4n kichik 8 plus 12 bo'ladimi bu chapga kelsa? N kichik ekan 20 dan. 5 D javob. 6. Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Agar yagona bo'lsa, shu ildizini toping deyapti. Xo'p. Bunda ham birinchi holat modul bo'lsa, 5x minus 8 ni musbat deymiz. X katta yoki teng 8 taqsim 5. Musbat deb ochsak 5x minus 8 taqsim x teng minus 7. Mahraj beramiz. 5x minus 8 teng minus 7x bo'lyapti. 12x teng 8 bo'ladimi? X teng bo'lar ekan 8 taqsim 12. 2 taqsim necha bo'lar ekan? 3. Topgan yechimim 8 taqsim 5 dan kattami? Yo'q, bu 1 dan kichkina. Bu 8 taqsim 5 degani 1,6 da. Shundaymi? Shundan katta ildizlar bo'lishi kerak-da, ildizlar. Demak, bu bo'lmaydi ekan. Ikkinchi holat 5x minus 8 ni endi manfiy deyman. X kichik bo'ladi 1,6. Manfiy desak, minus bo'ladi bu 5x minus 8 taqsim x ekan teng minus 7. Demak, 5x minus 8 minuslari qisqardi-yu, 7x qoldimi? 2x teng ekan minus 8 ga, x teng ekan minus 4 ga. Topgan yechimim 1,6 dan kichkinami? Kichkina. Demak, minus 4 ning o'zi bo'lar ekanda. 6 C javob. 7-misol.
Koordinatalar sistemasida ikkita o'zaro perpendikulyar bo'lgan L1 va L2 to'g'ri chiziqlar tasvirlangan rasmda agar M4, N6 bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri L2 to'g'ri chiziqning tenglamasi bo'la oladi? M necha ekan mana bu M? 4, N-chi 6. Demak, bu yer ham minus necha bo'ladi shunda? 6 bo'ladimi? Men L1 to'g'ri chiziqning ko'rinishini topsak bo'ladi. Buni L1 teng K1 x plus B1 ko'rinishda izlayman. Shunda L1 to'g'ri chizig'im o'tarkan qayerdan? Koordinata boshidanmi? Koordinata boshidan o'tsa B 0 degan. Sababi B to'g'ri chiziq o'sha y barobar kx plus b, ya'ni to'g'ri chiziqning y o'qi bilan kesishgan nuqtasi qayer bo'lsa, B o'sha bo'ladi. Demak, B 0 ekanda bizda. Shunda L1 teng K1 x ga tushadi. Xo'p, endi K1 kerak bizga. Bu L1 to'g'ri chizig'im o'tarkan qayerdan? 4 u 6 dan. Mana shu nuqtaning koordinatasi 4 u 6 bo'lyapti. Demak, 4 u 6 nuqtadan o'tsa, y ga 6 qo'yamiz. K1 ko'paytirilgan x ga 4. K1 teng bo'lar ekan 3 taqsim 2 ga. Ana endi L2 to'g'ri chiziq kerak. K2x plus B2 deyman. Endi ikkalasining burchak koeffitsiyenti K1 bilan K2 ning ko'paytmasi nechaga teng bo'lishi kerak? -1 gami? Sababi ular o'zaro nima ekan? Perpendikulyar. Ikkita to'g'ri chiziq o'zaro perpendikulyar bo'lishi uchun ularning burchak koeffitsiyenti, ya'ni K larning ko'paytmasi -1 ga teng bo'lishi kerak. Yozamiz endi shu yerdan. K1 ko'paygan K2 teng -1. K1 ga 3 taqsim 2. K2 teng -1. K2 teng bo'lar ekan -2 taqsim 3. Bundan nima kelib chiqadi? L2 teng bo'lar ekan K2 ning joyiga -2 taqsim 3 x plus B2. Ana endi L2 to'g'ri chizig'im o'tyapti mana bu nuqtadan. -6 yu necha bo'ladi bu? -6 yu 0 nuqtadan. Demak, -6 yu 0 nuqtani qo'yib B ni topamiz. Y ga 0, -2 taqsim 3 x ga -6 plus B2. Bu necha bo'ladi? B2 teng bo'ladi. Hop, 4 gami? Bittadan yo'q, -4 ekan, -4 ga. Shunda L2 to'g'ri chiziqning ko'rinishi -2 taqsim 3 x -4 ekan. -2 taqsim 3 x -4. 7 B javob. 8-misol. Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Xo'p, x kvadrat minus 3x plus 1, mana buni ham shunga o'xshatib yozaydi. X kvadrat minus 3x plus 1 ning kvadrati minus 4 ko'paygan x kvadrat minus 3x plus 1 minus 1 deyman. Teng 9. X kvadrat minus 3x plus 1 ning kvadrati minus 4 ko'paygan x kvadrat minus 3x plus 1 gacha ko'paytirdim. Keyin minus 4 ga minus 1 ko'payadi. Plus 4 minus 9 teng 0. X kvadrat minus 3x plus 1 ning kvadrati minus 4 ko'paygan x kvadrat minus 3x plus 1 minus 5 teng 0. Belgilash kiritsak t buchi t ning kvadrati. T ning kvadrati minus 4 ta t minus 5 teng 0. Hop. T1 2 nimaga teng? Yig'indisi 4, ko'paytmasi minus 5. Minus 5 yo'q. 5 bilan necha bo'ladi? Minus 1 mi? T ning joyiga x kvadrat minus 3x plus 1 ni qo'yamiz. 5. X kvadrat minus 3x plus 1 teng minus 1. X kvadrat minus 3x minus 4 teng 0. X kvadrat minus 3x plus 2 teng 0. Ildizlari 4 bilan minus 1. Buniki 1 bilan necha ekan? 2. Ildizlar yig'indisi kerak ekan.
Bu yerda x1 plus x2 nechaga teng bo'ladi? 3 gami? x3 plus x4 ildizlar necha bo'ladi? Bu ham 3. Umumiy to'rtala ildizining yig'indisi nechaga teng bo'lar ekan? 6 ga teng bo'lar ekan. 8 A javob. 9-misol. Shuni hisoblang degan. Demak, ayirmaning kvadrati a minus b ning qavs kvadrati. Xo'p, ildiz osti 3 minus ildiz osti 5 ning kvadrati minus 2 rangani 2 ko'paygan 3 minus ildiz osti 5 3 plus ildiz osti 5. Keyin plus ildiz osti 3 plus ildiz osti 5 ning kvadrati ekan. Teng. Kvadrat bilan ildiz qisqarib 3 katta ham ildiz osti 5 katta ham. Bu ildiz osti 9 degan. 3 katta ekan. Demak 3 minus ildiz osti 5 chiqadi. 2 ko'paygan. Ikkalasi bitta ildizga tushsa, ildiz ostida 3 minus ildiz osti 5 u o'zi ikkalasi bitta ildizga yozgan ekanman. Demak buni a minus b plus b 9 minus 5 deyman. Plus 3 plus ildiz osti 5. 6 minus 2 ko'paygan. Ayirsak 4. 4 dan necha chiqadi? 2 mi? 6 minus 4. 2 ga teng ekan. 9 C. 10-misol. Parabola uchining koordinatalar ko'paytmasini toping. Parabola uchi x0 va y0 bo'lsa, shularning ko'paytmasi kerak ekan. x0 nimaga teng? Minus b taqsim 2a. Minus b ning joyiga minus 8, 2 a ning joyiga 2. Necha bo'lar ekan bu? 2. y0 top desa, formulasi ham bor yoki bo'lmasa x0 ni shuni funksiyaga borib qo'yib yuborsak bo'ladi, to'g'rimi? y0 shunda 2 ko'paygan 2 ning kvadrati 4 minus 16 plus 11. Necha bo'ladi bu? 8 19 3 bo'lyaptimi? Ikkalasining ko'paytmasi kerak. 6 ga teng bo'lar ekan. 10 D javob. 11. Tengsizlikni yeching deyapti. Belgilash kiritaylik. T plus necha bo'ladi? 3 mi? Mana bunga 3 ni qo'shsak plus 1 da. Demak, t ko'paygan t plus 3 kichik 10 t kvadrat minus 3 da t keyin yo'q plus 3 da t keyin minus 10 kichik 0. Bu t plus 5 u t minus 2 bo'lish kerakmi? Kichik 0. Demak, yechimi minus 5 dan 2 gacha, ya'ni t katta minus 5 t katta minus 5 t kichik 2 degan. T ning joyiga x kvadrat minus 3x minus 2 katta minus 5 x kvadrat minus 3x plus necha bo'ladi bu? 3 mi? Katta 0. Diskriminanti 9 minus 12 0 dan kichkina. A 0 dan katta bo'lgani uchun tengsizlik ishorasi bir tomonga qarasa x qarashli r bu yerda. Keyin x kvadrat minus 3x minus 2 kichik 2 deymiz. X kvadrat minus 3x minus 4 kichik 0. X minus 4 u x plus 1 bo'ladimi? Kichik 0. Demak, yechimi minus 1 dan nechagacha bo'ladi bu? 4 gachami? Intervallar usuli orqali birdan yozyapmiz. Endi x qarashli r bilan minus 1 dan 4 gacha bo'lgan oraliqning kesishmasi o'sha minus 1 u minus 1 dan 4 gacha bo'lgan oraliq bo'ladi. 11 B. 12. A bilan B berilgan e kub a va b e kub a va b ni hisoblang. Demak, ikkita sonning e kubi bilan e kubining ko'paytmasi shu sonlarning nimasiga teng bo'ladi? Ko'paytmasiga teng bo'ladi. 12 ko'paygan 32. Necha bo'ladi bu? 384 bo'ladimi?
8S. 13. To'g'ri burchak, uchburchak, o'tkir burchaklarining bisektirsalari kesishdan hosil bo'lgan o'tmas burchakni toping. To'g'ri burchak, uchburchak, o'tkir burchaklarining bisektirsalari kesishdan hosil bo'lgan 90. O'tkir burchak bisektirisasi. Demak, mana bu burchakni alfa desak, bu ham alfa. Bunisini beta desak, bu ham beta. Bisektirsa bo'lyapti. Endi shu bisektirsalar mana bu yerda kesishyapti. Shundan kesishdan hosil bo'lgan o'tmas burchakni toping deyapti. Mana shuni gamma deb olaylik. Gammani topishimiz kerak. 2 alfaga 2 betani qo'shsak nechaga teng bo'lishi kerak bular? 90 mi? Chunki to'g'ri burchak, uchburchakning ikkita o'tkir burchagining yig'indisi 90 gradusga teng bo'lishi kerak. 2 ga bo'lsak, alfa plus beta teng 45 gradus. Endi uchburchak, mana bu uchburchakni olamiz. Bu uchburchakni oladigan bo'lsak, ichki burchaklari alfa, beta va gamma necha bo'lishi kerak? 180 mi? Alfa plus beta bor bizda 45 plus gamma 180 gradus ekan. Gamma teng bo'lar ekan 135 gradusga. Demak, o'tmas burchagi 135 gradus. 13b. 14. Hisoblang degan 72 ni 36 kara 2 deymiz. 50 ni 25 kara 2, 32 ni 16 kara 2 deymiz. Shunda 6 chiqadi. 54 ildiz osti 2, 5 chiqadi. 80 ildiz osti 2, 4 chiqadi. 32 ildiz osti 2. Shuni bo'lishimiz kerak 4 ildiz osti 2 ga. Minus 1 taqsim 4 ning kvadrati 1 taqsim 16 ko'paygan 4 ildiz osti 36 ning kvadrat 2 bilan 4 qisqarsa 2 qoladi bu yerda. Demak, ildiz osti necha bo'lar ekan? 36. 54 taga 32 tani qo'shsak nechta bo'ladi? 86 mi? Demak, 6 ildiz osti 2 qolar ekan. Bo'lingan mana 4 ildiz osti 2 minus 1 taqsim 16 ko'paygan 6 chiqyapti. Bu 3 taqsim 2 minus 2 ga bo'lsak 3 taqsim 8. Demak, 4 makraj beraman. 4 kira 3 12 dan 3 ni ayirsak 9 taqsim 8 yoki 1,8 dan 1. 14 A javob. 15. Kasrni qisqartiring degan. Xo'p, surati x darajasi minus 1 ning nimasi degani bu? Kubimi? Bunisi esa y darajasi minus 1 ning nimasi ekan? Kubi. A kub plus b kub formula bo'yicha x ning minus 1-chisi plus y ning minus 1-chisi a plus b. Endi shuning kvadrati yoziladi. X darajasi minus 2 minus ikkalasining ko'paytmasi AB keyin esa plus y darajasi minus 2. Makraj x darajasi minus 2 x darajasi minus 1 y darajasi minus 1 plus y darajasi minus 2. X darajasi minus 1 plus y darajasi minus 1 ga teng ekan. 15b. 16. Mana shu bo'lsa p minus q minus 4b ni toping. P ning joyiga nimani yozamiz? 3 a kvadrat plus 4b minus q ning joyigachi minus 2a ning kvadrati minus 3b minus 4b. Ana endi 3a kvadrat plus 4b minus ta'sir qilsa plus 2a kvadrat plus 3b minus 4b teng 5a kvadrat. Demak 4blar ketar ekan.
Keyin qo'shilgan 3 ta nima qolarkan? B. 5a kvadrat qo'shilgan 3b. 16a. 17. Chizmada shu kvadrat funksiya grafik tasvirlangan chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib a plus b plus c ni toping deyapti. Xo'p, parabolamiz y barobar mana bu yerda, ya'ni x o'qiga urinyapti. Bu degani ildiz, ya'ni nullari x1 va x2 nechaga teng degani? 5 ikkalasi ham. Bu nimani bildiradi? Bu y barobar x minus 5 ning nimasini bildiradi? Kvadratini bildiradimi? Mana karar ildiz deyiladi-ku. Keyin qandaydir a bor oldida. Ana endi shu kvadrat funksiyamiz o'tarkan, keyin qayerdan? Mana 0.25 dan y o'qini 0.25 da kesyapti-ku. Demak, y ga 25, x ga 0 qo'ysak, bu yerda minus 5 ning kvadrati qoladi. Shundaymi? Demak, a nechaga teng bo'lar ekan? 1. Unda kvadrat funksiyamiz 1 bo'lsa, x minus 5 ning kvadratiga teng ekan. Qavsni ochamiz. X kvadrat minus 10 ta x plus 25. Demak, kvadrat funksiyamiz x kvadrat minus 10 ta x plus 25 ko'rinishida ekan. Bu yerdan a 1 ga teng, b minus 10, c nechaga teng ekan? 25. a plus b plus c. A ning joyiga 1 minus 10 plus 25. Nechaga teng bo'lar ekan? 16 ga. 17 a javob. 18. ABC uchburchakning AB va BC tomonlaridan mos ravishda E va F nuqtalar olingan. Bunda BE bo'lingan EA 3/2, BF bo'lingan FC ham 3/2. Agar ABC uchburchak yuzi 75 ga teng bo'lsa, AEF uchburchak yuzini toping deyapti. Xo'p. Uchburchak A, B, C. Ana endi AB tomonidan E nuqta olinibdi. BE ning AE ga nisbati 3x ga 2x deylik mana. Endi BC tomonidan F nuqta olingan. Bu 3y gu 2y nisbatda ekan. Endi ABC uchburchak yuzi 75. AEF uchburchak yuzini toping. AEF uchburchak yuzini toping deyapti. Uchburchakda tomonlar qanday nisbatda bo'linsa, yuza ham xuddi shunday nisbatda bo'linar edi. Mana buni qaraymiz. ABF ning tomoni 2x 3x nisbatdan. Demak, mana bu yuza 2s, bu yuza qancha bo'lar ekan? 3s. Endi katta uchburchak bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana bu AF tomonlar 3y gu 2y mi? Bu degani 3y ga mana bu yuza to'g'ri kelyapti. Mana shu uchburchak yuzi to'g'ri kelyapti. Bu mana 3y ga qaysi to'g'ri kelyapti? 5s bo'ladimi jami? 2y ga nima to'g'ri keladi? Demak, bu yerdan y ni topsak, 5s taqsim 3, 2 ga ko'paytirsak, 10 ta s taqsim necha ekan? 3. Demak, mana bu yuzamiz 10s taqsim necha bo'lar ekan? 3. Hammasining yig'indisi 3s plus 2s plus 10 ta s taqsim 3 teng bo'lar ekan uchburchak yuzi 75 ga. Demak, 5s 3 mahraj beraman keyin. Necha bo'ladi shunda? 15 plus 10. 25 ta s taqsim 3 teng 75. 25 ga bo'lamiz. S taqsim 3. Bu yerda necha qoladi keyin? 3 mi? S necha ekan? 9. Bizga 2s kerak edi. Uchburchak AEF. AEF degan 2s deganda mana shu. Demak, s 9 bo'lsa, bu 18 ga teng bo'lar ekan.
18D. 19 hisoblang degan 32 ni 16 kare 2 deymiz. 50 ni 25 kare 2, 72 ni 36 kare 2. Shunda nima chiqadi? -4 ildiz 2 plus 5 ildiz 2 plus 6 ildiz 2 ekan. Taqsim ildiz 2. Suratini ixchamlasak 6 taga 5 da 11, 4 tani ayirsak 7 ildiz 2 qoladimi? Taqsim ildiz 2. Demak 7 ga teng ekan. 19D. 20 soddalashtiring degan. Xo'p, 2a kvadratni a kvadrat plus ab keyin yana a kvadrat minus b kvadrat deb yozsak bo'ladi. Mana a kvadrat ikkita. Makhraj a plus b minus 2a plus b. Ana endi mana bu ikkalasidan a ni chiqarsak a plus b, bu ikkalasi esa a plus b yu a minus b ga ajraladi. Taqsim a plus b minus 2a plus b teng. Xo'p, suratdan a plus b ni qavsdan tashqariga chiqarsak a plus nima qoladi keyin? a minus b mi? Taqsim a plus b minus 2a plus b. Ana endi a plus blar qisqaradi. Nima qoldi keyin bu yerda? 2a minus b minus 2a plus b. Demak, bu nechaga teng bo'lar ekan? 0. 20 C javob. Ana endi 21. Bu yerda aytilgan, bu ikkinchi variant, o'sha 6-fevral kuni olingan ikkinchi variant. 21 dan to 30 gacha bo'lgan savollar birinchi variantda ham kelgan. Ya'ni bu birinchi variantning A versiyasining 5-misoli bilan bir xil. U ham video yechim qilingan. Bu ham video yechim qilingan. O'sha birinchi variantning 5-misolini ko'rsangiz, xuddi shu misol masalaning yechimi keltirilgan. Mana har biri yozib qo'yilgan. Birinchi variant 6-misol, 23 birinchi variant 11-misol, 24 birinchi variant 19-misol. Hammasi A versiyaning yechimida mana shu 19-misolga, ya'ni bizdagi 24-misol 19-misolga to'g'ri kelgan. 25 bular ham xuddi shunday. To 30 gacha har biri yozib qo'yilgan. Demak, hamma yechimini tugatdik. Ikkinchi variantning B versiyasi ham xuddi shu savollar, faqat joylari almashgan. Videodan o'zingiz ko'rib, tahlil qilib o'rganib olasiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.